Yevro man oltimiz. Buni polni salon qilib berganmiz. Menimcha ko'pchilik erkaklarimizni orzusi mana shunaqa qurollarni haydash juda ham yaxshi bo'ladi. Eshiklarni shunga qilganmiz. Mana bu yoqlarni material qoplab berganmiz. Pol qismi hamda arqalari to'liq shu mayzalasa bo'ldi. Stendamizga bitta e'tibor berasizlar, dinamik alkantara ishlatilgan. Mana bu pardasi bilan bir xil qilib, qolgan joylari polni seri bo'lgan. Rulni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Buni ham zavod qilib tikib qo'yganmiz. Mashinamizni o'zi haydab yurish egalari kelib qolishdi. Ancha bo'ldi buni qilib berganimizga. Prosta videosi bo'lmagandi. Endi video qilishga hozir vaqt bo'ldi. Siz bilasizlar, bunaqa mashinalarni vaqt bo'lmaydi. Faqat uzoq yo'lda yurishadi. Bir ketganga biron oylab yurishadi. Xullas, mashinamiz mana ideal darajada bo'lgan. Polni arqalari, tomlari seri alkantara ishlatilgan. Stendamizga faqat dinamika ishlatganmiz. Xullas, mashinamiz ideal. Stendlarni ham usulini qilib berganmiz. O'zini bunaqa bakovoy podeshkalari bo'lmaydi. Polni chiqarib, hammasini usulini qilib berganmiz. Xullas, mashinamiz tayyor, akalarimiz haydab yurishibdi. Mabodo yana kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zingiz aloqa chiqaverasizlar. Bizlar lekin ko'pinchalik lehkovoy mashinalarni qilamiz. Akamiz bilan ancha yildan beri tanishibsiz. Hamma mashinalarni o'zimiz qilib beramiz. Xizmatlar bersa, o'zingizga aloqa chiqaverasizlar.